Hurmatli kuzatuvchilar, Stalekin shifi, ya'ni temir yazitda mana shunaqa katta 24 sutiga mo'ljallangan mana shunaqa hovlimiz bor. Hovlimizda 12 sutiga to'liq kadastr qilingan. Yana xudo xolasa kelishib bozor qilsalaring uy egalari yana 12 sutikni hujjat qilib berishadi, kadastr qilib berishadi. Hurmatli kuzatuvchilar, hovlimizda suv svetdan umuman muammo yo'q ekan. Mana shu ko'chadan to shahar markazigacha to'liq asfalt bo'lgan ekan. Hovlimizning mana shu qismida qurilish tugallanmagan, to'rt xonaga moslab qurilgan mana shunaqa uy bor. Mana shuni ko'rsatib qo'yasiz. Uy egalari mana shu 24 sotik hovli uchun 190 million so'm deyishyapti. Yana ozgina o'tib berishar ekan. Kelib bemalol savdolashsalaring bo'ladi. Keyin bizni Top Uy Telegram kanalimiz, Top Uy Instagram kanalimizdan bemalol kuzatib borishlaring mumkin. Hammaga rahmat.